Yana bir faizli xonadonimizning naveslarini bitkazib berdik. Qo'ldan kelgancha sizlarga obzor qilib beraman. Xo'p, bu joyimiz 21 metrga 7 metrga. Bu tarafi 16 metr oshxonagacha. Ushbu joyimizga qancha rasxod ketganini sizlarga qo'ldan kelgancha yoritib beraman. Assalomu alaykum, foydali obzor kanalining ashaddiy kuzatuvchilari. Men bugun sizlarga mana shu joyga navesimizni qancha rasxod ketgani va razmerlarini qo'ldan kelgancha yoritib beraman. Siz albatta bitta like bosib qo'ying. Kanalda yangi bo'lsangiz podpisatsiya tugmasini bosib qo'ying. Shunda siz shunday foydali videolarni birinchilardan bo'lib kuzatishga muyassar bo'lasiz. Xo'p, bo'lmasa biz boshladik. Bu profillarimiz 8 ga 8 lik stoykalarimiz. 6 metrdan qo'yilgan. Tepaligi 6 metr, 5,5 metr shunaqa. Bu tarafi pastroq 6 metr. Pastki qismiga yarim metr kirgizib pastga beton qo'yilgan ostiga. Xo'p. Xorlarimiz 21 metrlik xorimizni ustakalarimiz bilan birgalikda yasadik. Xo'p, 21 metrlik xorimiz. Xo'p, qalinligi 45 dan profilimizda. 4 ga 4 profil. Ko'rishlaring mumkin. 4 ga 4 profil. Firmalarimiz 14 ta firma ketgan. Shunaqasiga. Uzun firmadan 14 ta ketgan, kaltasidan 5 ta ketgan. Mana firmalarimiz 3 ga 3. Gullarini ham o'zimiz yasaganmiz. Halol mehnatga baho beringlar. Bu o'rtani ochib qo'yganmiz. Uydagilar bu tarafga uy solar ekan. Uy tushgandan keyin o'rta dim bo'lib qolmasligi uchun o'rtadan dimoxod qo'yib berganmiz. Havo aylanish uchun. Bu tarafdan ham ochiq joy qoldi. O'rtadan ochiq joy qoldi. Bu tarafga uy solsa, bu tarafdan ham ochiq joy qoladi. Xo'p, bitta tarafga 5 tadan stoyka ketgan. 5 ta stoyka bu tarafga 5 ta stoyka. Va mana qanaqa tilam sepidan chiqib ketib qolyapti. Bunday apshipkalarni ham qo'yib berganmiz. Shtobi bu tarafdan sovuq kirmasligi uchun bu joyga stolni qo'yishib bemalol nima qilsa bo'ladi, yoz kunida dam olsa bo'ladi. Xo'p, lisimizning qalinligi 4,5 45. Lisimizning qalinligi ham lisimizning metr kvadrati 50 ming so'mdan kelgan. O'xshi rasxoti shu joyga 45 million so'm rasxot ketgan. Hozir men sizlarga tepaga chiqib, tomdan ham yurib ko'rsataman. Bir xilgi listlarimiz bor. Ustidan yursangiz bukilib ketadi. Lekin bu unaqa list emas, nimasidan qalinidan. Tepadagi razmerlarni ham aytib o'tib ketaman. Bu tarafi 7, lekin ana xorini hisobini olish kerak ekan. O'shaning uchun 7,5 bo'ladigan joyga 7 metrga naves qilmoqchi bo'lsangiz, 7,5 metrga material olib kelsangiz bo'ladi. Usta puli 10 million bo'lgan. Qolgan rasxodlarini uyda egasi o'sha Qo'qon Uchko'prik bozoridan olib kelib berishgan. Hozir tepadan ham chiqib bitta ko'rsatamiz. Tepaga ham chiqib oldik mana. Mana tepadan ko'rinishlar. Noqulay bo'lyapti yurish. Mana. Общий 160 kvadrat joy. Mana bemalol ustida yursa bukilib unaqa bo'lmaydi. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, pastda nomerlarni qoldiraman. Bemalol aloqaga chiqsalaring, xohlasa ustakalarimiz bilan kelishib, xohlasangiz material ustakalarimiz o'zlari olishadi. Xohlasangiz siz o'zingiz olsangiz ham bo'ladi. Mana qaranglar. Qanday chiroyli chiqqan firmalarimiz.
tepadan ko'rinishlari. O'pish ketgan rasxoti 42 million so'm ketgan. 10 million so'm mustahaqqi, qolgani o'sha material kelgan. Polностью kraskasi bormi, betoni bormi? Xo'p, kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, videoni pastida nomerlar qoldirib qo'yaman. Sali ham like bosmagan bo'lsangiz, bitta like bosib qo'ying. Endi sizlar uchun shunchalik video qilyapmiz. Sizlar qo'llab-quvvatlab tursalaring, xudo xolasa bag'iga faqat ijodda bo'lamiz.